Mavzudan uzoqlashmaymiz. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 33 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Vatan himoyasi muqaddas burch mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Yurtimizda yoshlarni ona vatanga muhabbat, sadoqat va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini yanada rivojlantirish hamda har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Navoiy davlat universitetida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Navoiy viloyat kengashi tashabbusi bilan viloyatdagi barcha kuchlar tuzilmalari hamkorligida vatanparvarlik festivali o'tkazildi. Madhiya sadolari ila boshlangan ushbu tadbirda Navoiy viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, Navoiy viloyati bo'yicha Milliy gvardiya boshqarmasi hamda harbiy qism xizmatchilari ishtirok etishdi va o'zlarining chiqishlari bilan barchada o'zgacha taassurot qoldirishdi. Bugun mamlakatimiz bo'ylab shu armiya va xalq yaxliligi borasida, bundan tashqari qurolli kuchlar tashkil topganligining 33-yilligi munosabati bilan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mana shunday Navoiy viloyatida joylashgan Navoiy davlat universiteti talaba o'quvchi yoshlari bilan harbiy vatanparvarlik tadbirini tashkil etdik. Bu tadbirdan ko'zlangan maqsadimiz mana shu o'sib kelayotgan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Qizg'in va ko'tarinki ruhda bo'lib o'tgan ushbu tadbirda harbiy orkestrlarning chiqishlari barchaga bayramona kayfiyat baxsh etdi.